yerda bir paytlar Allohning elchilaridan bo'lgan Solih alayhissalom yashagan va bu yer tog'larni o'yib saroy qurgan kuchli qavmning vatani edi. Bugunchi bu yerda lazer shou, musiqiy festival va sayyohlar uchun o'yin-kulgular bo'lmoqda. Qayerga azob tushgan bo'lsa, o'sha yerda hozir raqs tushilmoqda. Allohning payg'ambari Solih alayhissalom so'zlariga itoat qilmagan qavm qanday halok bo'ldi? Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu yerga kelgan o'zining ummati uchun nima deganliklari va bu yerga yo'li tushganlarning o'zlarini qay holatda tutish kerakliklari, hozirgi kunda esa Saudiya Arabiston hukumati va islom ummati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning so'zlariga itoat qilmayotgani va ularning boshiga kelajak azob haqida gaplashamiz. Od qavmidan so'ng kelgan Samud qavmi. Ular oldin tavhidda bo'lishgan, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q deb bilishgan va vaqtlar o'tib but sanamlarga sig'inishni boshlashgan. So'ngra Alloh u qavmga Solih alayhissalomni elchi qilib yuboradi. Qur'oni Karimda esa bu haqida shunday deyilgan: "Va ila Thamud akhahum Salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب." Xuddi oldingi payg'ambarlarning ummati kabi Samud qavmi ham Solih alayhissalomga ishonishmadi. Oldingi ummatlarning payg'ambarlariga aytgan so'zi kabi va hozirgi kunimizda ham eshitgan so'zlarimizdan biri: "Sen bizni ota-bobolarimiz qilib kelgan narsadan bizni qaytarasanmi?" deyishdi. Ajiba, Samud qavmi aytgan so'zga o'xshash so'zni bugungi kunda ham eshitgansiz. Masalan, ota-bobong qilgan ishni qil yoki ota-bobolarimiz bir ishni to'g'ri deb bilishganki, shu ishni qilishgan. Biz ham shuni qilishimiz kerak. Shunga o'xshash ba'zi so'zlar. Ajablanarli joyi shundaki, bundan millionlagan yillar oldin aytilgan so'zlarni hozirgi kunda insonlar yana takrorlashmoqda. Samud qavmiga qaytadigan bo'lsak, boshqa payg'ambarlar ummati kabi Solih alayhissalomga "Agar sen payg'ambar bo'lsang, bizga bir mo'jiza ko'rsat" deyishdi. Qahqah otib kulishdi-da, "Har qanday mo'jizani qabul qilmaymiz. Biz aytgan mo'jizani qilasan" deyishdi. Biri Solih alayhissalom ustidan kulib, yonida turgan ulkan xarsang toshni ko'rsatib, "Shuni ichidan bir tuya chiqar" dedi. Ikkinchisi esa masxara qilib, "Tuyani ichida bolasi ham bo'lsin" dedi. Shunda Solih alayhissalom Allohning irodasi bilan ular xohlagan mo'jizani keltirdi. Samud qavmi esa Solih alayhissalomga itoat qilish o'rniga tuyani so'yib yedilar. Bu haqida Qur'oni Karimda shunday deyilgan: "Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub." Allohga va payg'ambarga itoat qilmagan qavmni dahshatli tovush bilan ularni azoblab yo'q qilib yubordi. Samud qavmi diyoridan payg'ambarimiz va sahobalar birgalikda o'tganligi, u yerga bormasligimizni aytganliklari, mabodo shu yerga yo'limiz tushib qolsa, bu diyorda qay holatda yurishimiz kerakligini aytganliklari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Tabuk g'azotiga ketayotib, qadimiy qoya uylar bilan mashhur bo'lgan Hijr vodiysidan, ya'ni Samud qavmining yeridan o'tishdi. Sahobalarning ba'zilari bu yerdagi ulkan tosh uylariga qarab hayratga tushdilar. Payg'ambarimiz esa shunday dedilar: "Bu yer
azobga uchragan qavmning maskani. Bu yerga kirganingizda yig'lab o'tinglar. Sizga ham ular kabi azob kelib qolishidan qo'rqinglar dedilar. Ba'zi sahobalar bu yerdan suv olishganini, ba'zilari esa suvdan xamir tayyorlab qo'yganliklarini aytishdi. Payg'ambarimiz suvlarni to'kib yuborishga, xamirlarni esa hayvonlarga berishga buyurdi. Bugun esa bu yer Al-Ula shahridan taxminan 20 kilometr janubiy sharqda joylashgan Madain Salih deb nom olgan. Hijr vodiysi endi azob tushgan maskan emas, balki sayyohlar uchun sayr qiladigan maskan sifatida tanilgan. Allohning g'azabi tushgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kirganingizda yig'lab o'tinglar degan bu yer bugun fotosessiya maydoni, blogerlar uchun vlog maskani, hatto moda ko'rgazmalari va konsertlar bo'lib o'tadigan joyga aylangan. Mahalliy hukumat bu joyni ochiq turistik hududga aylantirgan. Ehtimol bu yerda sayr qilib yurgan chet elliklar qayerga kelganligini ham bilmaydi. Ularga bu yer madaniy meros deb tanishtirilmoqda. Aslida bu yer Allohning jazosi to'kilgan zamindir. Payg'ambarimiz bu vodiydan o'tganda yig'lab o'tinglar deganlar, hozir esa bu vodiydan kulib o'tishmoqda. Samud qavmi Solih alayhissalom so'ziga itoat qilishmadi. Hozirgi kunda esa Saud hukumatı shu ishni qilishmoqda. Bir necha oylar oldin muqaddas Ka'batullohning ustidan ham kulishdi. Xuddi Solih alayhissalom ustidan kulgan Samud qavmi kabi hozirgi kunda Saudiya Arabiston hukumatı Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'zlarining ustidan kulmoqda. Hozirgi kunda Saudiya Arabiston davlati dunyoning eng boy davlatlaridan biri hisoblanadi. Lekin ular Qur'oni Karimdagi shu oyatni unutib qo'yishgan. Biz sizlardan oldin qancha qavmlarni halok qildik. Ular orasida kimdir sizlardan ko'ra kuchliroq edi. Samud qavmi Allohni va payg'ambarni inkor etgani uchun halok bo'ldi. Bugun esa shu oyatlar ustidan o'yin qilishmoqda. Balki azob yana yaqinlashgandir. Azob qachon tushadi? Qachonki Allohning oyati inkor qilinadi, payg'ambarning ogohlantirishi mensilmaydi. O'tmishdan saboq olmaganlar kelajakka saboq bo'lishadi. Endi siz Allohning va payg'ambarimizning so'zlariga qanchalik itoat qilmoqdasiz? Bu haqida bir o'ylab